1 million 300 dan 1,5 milliongacha sotiladigan 17 Pro Max planshetni agar menga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, bor yo'g'i 59 dollar qilib beraman. Android platformada ishlaydi. Oldi kamerasi 5 megapiksel, orqa kamerasi 13 megapiksel bo'ladi. Dual sim kartali, ekran kattaligi 10 dyum bo'ladi. Batareykasi ham 10 mingtalik. Eng maza qiladigan joyi yangi 17 Pro Max ochganday bo'lasizlar. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Komplektidan klaviatura, chexoli, даже oldiga steklosi ham chiqadi. Mishkasi ham bor, ruchkasi ham bor. Ruchkasidan xohlasanglar yozasizlar, bu yoq tomondan ekranni ham boshqarsanglar bo'ladi. Zaradkasi ham bor. Besprovодной наушнigi ham chiqadi. Naushnikka o'zi ham hozirgi vaqtda 500 ming, 600 ming so'm sotishadi. Breloklari ham bor. Planshetni ham dizayni shunaqa chiroyli ko'rinishda. Internet magazin bozorlarda shunaqa ko'rinishli planshetlarni 1,5 milliongacha sotayotgan bir vaqtda eng arzon bozor kanaliga podpiska bosib qo'yganlar uchun bor yo'g'i 59 dollar qilib beraman.